Assalomu alaykum, Real Agrouz kanalining hurmatli podpischiklari, obunachilar. Bugun men sizlarga uy sharoitida ko'chatlarni qanday ko'kartirish sirini o'rgataman. Oq tomir chiqaradi, xudo xolasa. Mana tepa tarafi kesilgan, to'shga qarab turibdi. Hozir chirini tashlaymiz. Bu karnivin dorisiga botirilgan. Mana buni ko'rishlaringiz mumkin. Bu nima tarafi? Bosh tarafi. Orqa tarafi bu. Kesilgan, arra bilan tirilgan maxsus. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu qora Husayn 50 tacha. Mana bu ko'rganlaringiz hammasi avatar navli uzumlar. Juda noyob uzumlar deydi. Ko'ramiz endi. Narigi tarafi o'zimizning mahalliy uzumlar, qora kishmish, oq kishmish, har xil. Bugun ishlamiz 5-mart. Uzr adashdim. 7-mart ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qishloq sharoitida qanday ko'kartirishdi. Oddiy usuli bu. Karnivin degan doriga botirib qo'yiladi. Karnivin 5 grammi 5 litr suvga tayyorlanadi. Chuqur hovuzchami nima qilib salafanni tashlab shut qo'yiladi. Bu yerda 1100 ta bor. Avatar navli o'zimizdan. Hop, shu yerda 10 tacha bor. Qolgani boshqanda. Avatar 1100 ta. Xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi. Hozir ustidan salafon yopamiz. Birinchi o'rin chirinini tashlaymiz ustiga. Keyin mana shu ko'rib turgan malla joylaringizdan tomir chiqadi, xudo xolasa. Oq tomir где-то 40 kun shu atrofida chiqadi. Hozir kunlarimiz ham soviydi deyapti, bilmadim. Cho'zilishi ham mumkin ob-havoga qarab. Xolos, mana shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom eting. Hammasi realni bo'ladi qishloq sharoitida. Bunaqa olib qochadigan joyi yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uzr video nima bo'lgan bo'lsa, yaxshi olinmagan bo'lsa, chunki bizlar professional darajada olganimiz yo'q, oddiy to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Mana chirindi, o'zimizning mahalliy chirindi. Hozir ustiga chirini tashlayman. Buni bunday qilib tashlaymiz. Endi hozir qo'l bilan emas, lopatkada просто ko'rsatyapman. Mana shu tosh где-то 15 santimetr tashlaymiz. Keyin ustidan plyonkani nima qilib yopamiz. Chiroyli qilib yopamiz plyonkani. Чтобы issiq plyonkaga uradi. Plyonka yerga issiqni kuchaytirib olib beradi. Где-то 25 temperatura bo'lsa 35-40 kunda oq tomirlaydi, xudo xolasa. Keyin promay buni dalaga ekib kuzga tayyorlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.